quruq ko'zi bilan ko'rib ham o'sha narsa yolg'onligini bilib ham tuhmat qilib videolar yasab turib Aziz Votimenni Qirg'iziston haqida chiqargan videosi men ustida o'sha efirda bo'lganman. Mendan tashqari ham 4 mingdan ziyod zritel to'g'ridan to'g'ri o'sha efirda bo'lgan. Aziz hech qanaqa natsiyaga tekkan joyi bo'lmagan. Aziz hech qanaqa davlatni, Qirg'izistonni, millatni so'kkan joyi bo'lmagan. Ba'zi bir Aqbala bilan bo'lgan o'yindagi mojaroda Aqbala tomonda turgan qirg'izistonlik donatorlar deb gapirgan bu o'sha videoni kesib, kimdirlar montaj qilib, Azizni adresiga neto bo'lib qirg'izistonliklar ko'zga yomon ko'rsatish uchun videolarni montaj qilib profiliga joylab, Instagramga, TikTokga, YouTube'ga, har qanday platformaga joylab turib, Azizga nisbatan nohali qilishyapti. Men sizlar bo'lgan narsani aytaman. Aziz hech qanaqa natsiyaga tekkan joyi bo'lmagan. Qirg'iziston eliga Aziz so'kingan joyi bo'lmagan. Qirg'izistonda donatorlarida ba'zi bir insonlarning ismini so'kkan, o'sha videoni kesib, videoni mohiyatini o'zgartirib, boshqa bir natsiyaga nisbatan qilib, Qirg'iziston xalqiga Azizni dushmanga chiqarib qo'yishgan. Men aytaman, to'g'ri gapni, oxiriga ham eshitdinglar. Odamlar ko'rganlar bor, video montaj. Shunday bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha montajlar orqali ham kimdir agar mana shu videolarni ko'rib, Qirg'iziston eli Azizdan agar xafa bo'lgan bo'lsanglar, eshitdinglar, mana xalq turibsizlar. Xafa bo'lmanglar, bir og'izgina Azizdan kechirim so'rab qo'yadi. Men ham millatlaringga agar shu bola unday gapirmagan bo'lsa ham kechirim so'rab qo'yaman. Qirg'iziston eli sizlarni hurmat qilamiz. Biz 7 yildan beri TikTokda bo'lsak, hech qachon natsiya, millat, illat, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston ajratmaganmiz. Afg'oniston joy kelgan payti Qirg'izistonda qiynalgan oilalarga mana shaxsan o'zim yordam qilganman. Minnat qilmayman, qilganman o'sha ishda. Tojikistondan ham qilganman, ayamaganman. Qozog'istondan ham ayamaganman. Turkmanistondan ham ayamaganman. Xalq eshitdinglar. Shunday bo'lgan qat'iy nazar Azizni gapirgan montaj videosi sizlarni qaysi birlaringdir ko'ngillaringda ortib qo'ygan bo'lsa, men ham kechirim so'rayman Qirg'iz elidan. Alloh uchun meni kechiringlar. Xafa bo'lmanglar. Bu video montaj. U video montaj. Efirimda o'tirishuvdi, qancha odam o'tirdi, ular olib kerakli joyini qirqishib turib bosib tashashgan. Endi qirg'izistonlik akalar bizga ham podeshka qiladi, ko'plikka yozib Azxon so'kibsiz. Aka, so'kkanim yo'q. Montaj o'sha kuni hamma ketdi, montaj qilishib boribdi buni. Kesilgan degan joylarim to'liq kesilgan dedim. Ana o'zi kechirim so'rab qo'y. Bitta baribir ham mana xalq turibdi. Videoni tarqatsin, narsa qilsin, chiroyli. Baribir mana Alloh uchun kechirim so'ra. Chunki men bilaman seni hech qachon natsiya